Men misol uchun xohlar edimki, har bitta ayol hajaba bir marta hayotida, hajaba bir marta erkakni ichida bir kunni ichidan nechta narsa o'tishini his qilishini xohlaydi. O'shanda erkakga boshqacha hurmat bo'lardi. Chunki erkak har kuni jangda, ko'chada. Ayol uyda jangdada. Bola, chaqa, ish. Gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun aytyapman, erkak borib, misol uchun ovga chiqib, ov qilgan narsasini uyga olib keldi. Shu payt ayol uni tabassum bilan kutib olsa, u yana ertasi kuni borib bunaqa hayvondan 10 tasini olib keladi. Конечно. Bizga Shukr. Da, erkakga ko'p narsa kerak emas. Ikkinchi hurmat, ikkinchi quloq.